Brat, samay. Ne ko'rsak bo'laman? Planshet. Planshet bor. Necha so'm edi bu? $50. Hamma o'yinlar nelar bor axir? Bor. Alfabet, alifba hamma narsasi bor. Eski o'yinlar. Shuni aytamizda, olamiz. Brat, oldavatır deb o'ylamangda men pulim tushib qopti. Ha siz meni berib yuborsangiz, ertaga sizga tashab o'tib ketar edim-da, brat. Yo'q, pul bilan kelavering, постоянный bo'ladi, ko'p bundan. Xo'p, endi ya qizlarga yolg'onchi chiqmayin deb o'tirman. Yo'q, qarzga suvda etmaymiz, brat. Damalaji yo'q. Yo'q. Voy bu qizlarim deyapti. Bu tushirib qo'ydi pulini men oldim. Ha, to'xta. $50 bo'lsa, mana qo'limdagini ham hisoblashib beraman-da. $50 deb berib, ham onun yaxshilik etgan bo'laman, ham halollab olgan bo'laman. Berib beravering, qizlarim deb turibdi-ku. Men o'zim to'layveraman $50 bo'lsa. Ha, bo'ldi, siz bersangiz berib beramiz. Rahmat, brat. Sog' bo'ling, Alloh razı olsun. Qizlarim xursand bo'ladigan bo'ldi. Mayli. Xalis, uka. Tak, usta. Mana $100, yani $50 planshetini, mana men pulni olganda, sdachani qayting sразу. Bu ne? Ko'ting aytg'ay mana. Uni niyatdingiz? Falshivka axir o. Ha? Hey aka!